Qani bolajonlarim, boshladik. Menimcha hamma Minecraft degan o'yin haqida eshitgan bo'lsa kerak. Bu o'yin hamma harakatlar uchun to'liq erkinlikni beradiki, hatto uchib ketasiz. Va yana bla 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 bla. Xo'p, bularni hammasini esdan chiqaring. Birinchi band. Minecraftni qanday o'ynashni o'rganish. Men umuman Minecraft o'ynamaganman va 10 soatlik Minecraftni qanday o'ynashni ko'rganimdan so'ng zerikib qolmaslik uchun bitta energetik ichib oldim. Va yana 4 soat Minecraftni videolarini ko'rib chiqdim. Va men nimalarni tushundim. Birinchidan yana men amin bo'ldimki tupoyligimga. Buni men shundoq ham bilardim. Lekin endi ozgina bo'lsa ham Minecraftni qanday o'ynashni bilaman, menimcha. Xo'p, bilganinglardek Minecraftda bitta asosiy personaj bor. Ya'ni ahmoq bo'lib qolgan Steve. Afsuski, u bizga to'g'ri kelmaydi. Aytishganlaridek, eskisidan qutulmasang yangisi kelmaydi. Shuning uchun, Viktor, eng muhimini hal qilganimizdan so'ng keyingi hech bo'lmasa bu yerda ko'tingni qis. Va eng muhimini aytsam hayron qolasizlar. Men albatta Telegram kanalim haqida gapiryapman. O'tsanglar, erta konkurs bo'lyapti. Birinchi o'ringa $100 akkaunt, qolganlarga esa 20 ta Royal Pass. Telegram kanalimga kirasan, 2 ta dona kanalga obuna bo'lasan, bo'ldi. Agarda PUBG'da dahshat qimmat akkauntlarning arzoni kerak bo'lsa, Lipro Store akamizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu qara qatnashish degan knopkani bosaman. Bo'ldi. Hamma narsani qo'yishdan oldin birinchi o'rinda kartadan boshlashimiz kerak. Erangilga o'xshaydigan karta izlash uchun Google ga kirdim va 40 ta kartaning ichidan mana shuni tanladim. Endi buni ustanokka qilamiz. Ishlayapti. Nima? Nimaga o'yin eski bir tufta o'yinga o'xshayapti? Ha. Bizga srochni grafika kerak. Men bu sharmandalik grafikani ko'rsatishga uyalaman. Bilasizlarmi, men o'yinni qanaqa ko'rishni xohlardim? Tasavvurimda u yorqin, lekin maksimal realizm bilan. Men yorqin deganda ana u Potato, Straver, Continuum kabi musor modlarni nazarda tutmayapman. Ular kontrast bilan o'yin yarqisini shunaqangi darajada ko'tarib tashlashdiki, odamni ko'zi portlab ketadi. Yo. Men bu safar Complementary Reimagined haqida gapiryapman. Buni olganimning sababi u hamma modlar bilan birga ishlaydi. Bug va viruslar yo'q. Boshqa modlarga o'xshab qotmaydi. Men buni Telegram kanalimga tashladim. Shuning uchun kiramiz, skachat deganni bosamiz va yana bir marta bosamiz va nimaga 2 marta skachat qilish kerak deyapman. Endi meni yaxshilab eshitinglar. Minecraftni qat'iy ustanokka qilgan bo'lsalar, o'sha yerga kirasizlar. Shader Packs ni bosamiz. Boyagi skachat qilgan modimizni xuddi shu yerga tashlaymiz. Qo'yib bo'lganimizdan keyin o'yinga kirib, nastroykaga kiramiz. Esdan chiqarmanglar. Ishlabsam o'zi, bu juda ham muhim. Grafikada потрясающийdan detalniga qo'yamiz. Bo'lmasa mod ishlamaydi. Keyin shader deganga kirib, mana bu qo'shgan modimizga mishkani olib kelib, mishkani chap tarafini 2 marta bosamiz. Mana u chap tarafi. Voila! Buni grafikasiz solishtirishga qaror qildim, chunki farqini ko'rishinglar uchun. Va men kartada juda ham ko'p kamchiliklar ko'rdim. Masalan, uylar 2 etajli lekin zinasi yo'q, uylar katta lekin faqat 1 etaj. Shuning uchun men erinmasdan qurib chiqdim. Albatta bunga Klaus yordam berdi. Agar u bo'lmaganda bilmadim qancha vaqtda buni qura olardim. Qarang, bitta sakrab o'ta olmaydi odam. Bitta qator qolsa mana. Qanday endi chiroy? Qayerdan testday bo'ladi? Davay birdan teshamiz. Diskani o'rtada aylanadigan bor, o'shani bosing bitta. Kooperativ qoladi. Qildi. Qarang, hop, shuni kiradi, shuni hali qiladi. Yaxshi. Yoshidan o'ynamaganmiz Minecraft telda qaytyapti. Yo'q, umuman bilan. Whiteboard. Va eng muhimi, bunga men ancha vaqt tayyorlandim. Hozir ruhiy tayyorlanib olishim kerak. Albatta bu katta narsa bo'lmasligi mumkin, lekin endi ko'pchilik bizni serverimiz ekanligini biladi. Afsuski, PUBG ni qurollarini topa olmadim, lekin bizga undan ham yaxshirog'i kerak. Ya'ni realistikni, yuqori sifat va albatta qotmaydigan. Shuning uchun Timeless and Classic Zero bu ancha zo'r mod bo'lishiga qaramasdan, u sifat bo'yicha ba'zi joylarda hattoki PUBG dan ham o'tadi. Va bu hozir hazil emasdi. Buni shunchaki o'zinglar ko'ringlar. Akam
MK, AVM, pulemyot va Deagle. Bu dahshat. Bu modni yaratgan odam tasavvur qilyapsizlarmi? Har bitta orужиеga animatsiya bergan. Sizlarga eslatib o'taman, kimdirda xabari bo'lmasa, orужиеga animatsiya berish kamida, qaytaraman, kamida 1 oy talab qiladi. Lekin u bizlar uchun erinmasdan qilib chiqqan. Rahmat senga. Orужиялар haqida gapirib, eng muhimini esdan chiqaribman. KS Grenade, Beam Molotov. Bilmadim buni qaysi geniy qilgan, lekin sizlar PUBG bilan solishtirib ko'ringlar. Bu odam nafaqat yaxshigina o'xshata qolmay, udumga fizika ham qo'shgan. Bunga shunchaki jinni bo'lib qolish mumkin. Endi bizga reanimatsiyalar kerak. Bunga mod juda ham ko'pligini ko'rib, nimani tanlashni bilmay qoldim. Va Survival Instinct degan modni oldim. Endi qo'yganimizga yarasha buni kiyib tekshirishimiz kerak. Va yana men drop qo'shmoqchi bo'ldim. Lekin Minecraft vaqt to'xtab qolsa, bu modda ham to'xtar ekan. Ya'ni drop avtomatik tarzda tushmaydi. Undan keyin dropni ichiga uzilarni narsalarni qo'shish ancha qiyin ekan. Men kod yozishlarga tushunmayman. Keyin menga dropni qo'shmasligimni aytishdi. Men bunga qarshiman. Dropsiz bu PUBG emas. Vaqt mexanizmini qo'shib bu muammoni hal qilmoqchi edim, lekin bilganinglardek kod yozishda muammom bor. Sizlar vaqt mexanizmi nima deb so'radinglarmi? Bilmadim-nu. Ana turbuchak qanaqadir. Bu esa taxta. Xullas men bilmayman. Qarochi ichiga raketnitsa qo'ysak, u o'zi avtomatik tarzda o'tadi. Buni o'rganish uchun YouTube eksperimentining maslahatidan foydalanishga to'g'ri keldi. Bolalar, sizlar yaxshimisizlar, tuzingmisizlar, bola chaqa yaxshimi, juda ham yaxshimi? Ayza, bu kanaldan uzoqlashmang. Lekin afsuski u muammomni hal qila olmadi. Keyin shunchaki raketnitsani kartani o'rtasiga qo'yib qo'ydim. Xohlagan odam kelib o'tishi uchun. Yaxshi ideyami? Yaxshi ideya. Ana bo'ldi. Agarda menda Minecraftda jahlingni chiqargan narsa nima deb so'rashsa, men o'ylanmasdan karta deb aytaman. Bilasizlarmi, uyni qurib narsa izlash uchun chiqib ketsanglar va yana uyga qaytmoqchi bo'lganinglarda uyni kattaligi esinglardan chiqib qolishi yoki o'lganinglardan keyin qatta o'lganinglarni topa olmay qolishinglarni Cyrus Minimap bu muammoni hal qiladi. Qayerda o'lganingiz, siz qayerdaligingiz hammasini ko'rasiz. Hattoki o'qlargacha ko'rinadi. Karl qanday PUBG kartasidan farqli o'raloq bu yerda har bir narsani ko'rsatadi. Bu esa realistikni oshiradi. Kartamiz kichik bo'lgan sababli mashina qo'shmoqchi emasdim. Lekin oramizda mashinasiz PUBG bo'lmaydi deydiganlar uchun mashina topdim. Ha, nima? Zato bormi? Bor. Yuradimi? Yuradi. Bo'ldi. PUBG'da eng muhim narsa nima? Albatta taking kill, ya'ni bot, custom NPC. Qani bolajonim, turil. Oddiy paxmoq ayiqchaga mo'jiza bilan jon kirib, biyron gapira boshlagan. Endi bunga yurishni, dushmanni qochayotganda quvishni, yashirinib otishni, mo'ljallab otishni va ko'zga ko'ringan hammani yo'q qilishni o'rgatishimiz kerak. Afsuski, bizni botimiz yurishni esidan chiqarib qo'ydi. Ayollarimni sezmayapman. Oradan ko'p vaqt o'tib Va 2 soatdan keyin oxiri hammasini to'g'irladim. Undan keyin PUBG'da bor ko'k zona va chat va nechta odam o'ldirganingiz haqidagi ma'lumotlarni qo'shdim. To'g'ri, o'yin unchalik ideal bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin men sizlarga va'da beraman. Hali hammasini to'g'irlab, mexanizatlashtirish nima degani? Sanga nima farqi bor? Odamlar aqlli gaplarni gapiradigan ahmoqlarga ishonishadi. Sanga nima berilgan bo'lsa, o'shani o'qi. Hammasini to'g'irlab, mexanizatlashtiramiz. Shunchaki mayda narsalarni to'g'irlash bilan cheklanib qolmaymiz. Hammasi o'yinchilar va obunachilarimiz uchun. O'xshadimi? Nega yana Valgrab chaynalishni boshlading? Qayerdan bilasan? O'xshadimi yoki yo'q? Amma server nomini PUBG deb nomladim. Ya'ni Player Battleground. Mani konkurentim PUBG bilan adashtirmaylar, qo'ysanglar. Unda даже tim normalni ishlamaydi. Birinchi marta bunaqa server qilganimizga menimcha ancha yaxshi. Unda mashitdan parashyutlarni olamiz-da hozir. Tayyormisizlar? Xuddi shuni yeyvaraman. Let's go naxuy. Allohu akbar. Keling, Whitesni birga bir chaqiraman. Anoni o'lay Klaus kirisa. Klaus. Erpagini olganman. Allo. Bla! Buzvordi kartani boru. Oo! Voy, bla! Olmaysiz? Yeyvaraman. Bayroq suv ichiyapti u. Bayroq suv ichiyapti u. Qon hidi burnimga eshitilyapti. Assalomu alaykum. Ah! Moment.
Lan bot yo'qotinglar Zaynab. O'lmaysizmi siz, Vayt? Bo'ldi masalan qiynab o'ldiraymi, shunday o'ldirib yuboraymi? Tanlaylar. Qiynab o'ldiraman. Sakrab yuring Vayt, mazasini qochirib tashlaymiz buni. Mayli, voy. Siz fabrikda ko'rdingizmi? Men Minecraftda ko'rman, keling bu yoqda. Bля! Zona bor aytgandek. Men ekranim ochilmayapti. Manu qayerdan keldi? Degan narsalar qani? Manu qayerdan keldi? Klaus, man Nima qilyapti bu? bu ucha oladimi Yana bu? quraman. Yo'q. Oxirgi etap. O'yinni qanaqa qilib o'ynasa bo'ladi? Sizlar bittalab qidirib o'tirmasliginglar uchun hammasini Telegram kanalimga tashladim. Shunchaki hamma faylni shunday olamiz va Minecraft mod degan faylga tashlaymiz. Bo'ldi. Serverimga qanday kirishni esa Telegram kanalimga tashlayman. Va agarda sizlar birinchi tipa yaratgan serverimda o'ynab ko'rsangiz, juda ham xursand bo'lardim. Nima bo'lganda ham videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agarda video yoqib 50 mingta like chiqsa, men PUBG'ni полный Minecraftga ko'chiraman. Endi shuncha like so'rashimning sababi buni qilish oson emas. PUBG'ni umuman hech qaysi tayyor kartasi yo'q. Shuning uchun bittalab qurib chiqishga to'g'ri keladi. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Hammaga xayr.